Hammalarga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana shu Muhammad Ali. Endi bu o'yinimizdagi video bo'ladi. Biz o'ldirmagan. Kut futbolchilar bilasan. Kut futbolchilar har doim borlar. Bollar Ronaldo, Messi, ko'p ketdi. Ronaldo komandalari bilan ketdi. Bolla qarayman. Lalando turibdi. Lalando. Buni yigirma. Uy 5 Dribbling bu Brazilya bir hardan oldu. Annem bu arada Ronaldo bot diye siz вообще orası. Siz bot ligine. Bot nerede? Yani kuchli futbolchi. Kuchkan ya, ko'rasizlar. Mana anaqa ham bor, Vitinha ham bor. Portugaliyani hamma futbolchilar bor. Costa ham bor, Bruno ham bor. Ana Rolando jo'sna. Rolando mana qo'ysa. Qaranglar. Chutmiz-ku mana qo'ysa. Bo'lmaydi bu bola. Nima endi qo'yamiz. Bola mana oldingi videoni ko'rsanglar, u videoda ana nima edi? 5 ta gol urdim, chand etuvdim anaqa nima edi? 2500 ta like yig'ib bersanglar, men seni bilan video olaman. Albatta. Do'stlar, bu gapni yana bitta qaytaman. Mana kanalimga 10 ta like yig'ib bersanglar, keyin video olaman. Endrik. Bollar. Rakamini 97. Endrik bizning eng kuchli futbolchi. Kuchli bor endi. Kuchi bir xil deb aytdi. Anaqa bor nima edi? Kylian Mbappe bor. Ayo alıştıramiz bunu. Bana bir şey koyalım. Mami yoğunuz. Ana bu. Osle Kylian'ı korsana. Kylian Mbappe'ni korsana. Ana. Kylian Mbappe kan? Ayo mami yoğdu mana. Mana Kylian. Ko'rdinglarmi Kylianni? Aldadim mana Kylian. Mbappe demoqchi edim. 99. O'zim qo'yaman. Kylian Butsini oraylar chutkim bo'ldi. Ketdi bola o'yinga. Gol. 9 raqamda o'ynaydi Kylian Mbappe. Realga qarshi PSG. Realga qarshi PSG o'yinini ko'ramiz. Endi mana PSGni yo'qqa ko'raman. PSG bilan Braziliya. Davlatam Fransiya bilan Braziliya. Chunki eng yoqqan Kylian Mbappe вообще eng tez yuguradigan futbolchi bo'lgan. Shunda Fransiya Kylian Mbappe. O'ziga menga aniq ham yo'q edi. Eng yoqqan futbolchi Fransiyada menga
Anaqa nima edi? Vitinha, valla Vitinha. Eng yoqqan futbolchi menga Vitinha bo'ladi. Vitinha kuchliroq endi men uchun. Endi ular uchun bilmadim. Men uchun Vitinha qirol. Vitinha. Qani Kilian. Endrik boshqa beryapti. Olmadi. Davide yo'q, Endrik. Endrik pas, gol degan emas. Voy bile, Endrik ko'tmisan, joyingni qisib olmaysanmi? Shunchalar babir olib qo'yishdi. Bile, Endrik deb topdim, ma'lum. Voy bile, молодец. Degan Real albatta kuchli anaqa. Sostav kuchli ekanmi? Bilmadim. Qancha o'yin bo'ldi? Bilmadim. Gol chiqmasa bo'lmaydi endi. Endrik bilan. Voy, Adams. Voy. Yaxshi, mash futbolchi men yo'q edi, вообще anaqa. Kuchli защитник. Hozir pas beramiz Endrik. Adam ikkinchidan zaminga qo'ydim demoqchi edim. Voy bile. Yo'q. Real ko'tsan, agar gol ursang ko'tsan. Ko'tagansan. Yo'q, ko'tmas ekansan. Ketdi. Kuchlisan, iltimos. Mana Kylian Mbappe ham tiqolmaydi bor, вообще. Hello. İltimos. Voy bile, birinchidan tugadi. Bile, ko'tmizalla salla. Gol qolmaydilla. Ko't salla. Bile. Uzra bo'lish kerak. Gol bo'lish kerak. Voy bile. Rahmat qo'y. Olmadi. Bizning qirol. Voy bile, ko'tmizan. Nima qilding? Olmadi. Endrik. 120 qirol. Endrik. Bizning qirol Endrik. Boshqa kim bo'lsin, ularda ham Endrik bor ekan. Bizda ham bor edi Endrik. Endi nima endi boru, nima endi? Yo'q. Yaxshi, mash futbolchi baribir kuchli bo'lsa. Atem. Hamma nima futbolchi uni o'ylab beradi, albatta oladi. Chunki ko't bo'lganiga oladi. Voy bile. Mana shu meni kuchli защитник. Olmadi, jigar. Olmadi. Irohim. Tasvir olmadi. Ne qo'tasan? Qo'tmagan. Blend. Qo'tadimi? İltimos, qo'tmagan telefonim. Rahim. Rahim o'rnini boshlagan.
Vay jinni nima qilyapti bu orqaga beradi. O'zi o'ynayaptimi bilan? Realni yutdi, o'lga Fransiya bo'lib turib. Endrik kuchli futbolchi bo'ldi hozircha. Bitta golni tiqdi, ko'tini yirtdi. Bitta golni tiqdi, ko'tini yirtdi. Bitta golni tiqdi, ko'ti uladi Almada yaxshi o'ynayapti. Lekin menda Almada bor. Ikkita bor. Bittasi Brizona 3 Argentinada o'ynagani. Bittasi Realda o'ynagan. Adam Almada o'ynaydi. Lekin qayerdadir o'ynaganda. Real xullas Fransiyaga yutqizdi. Bola. Bizda masyo. Video ham shu joyda tugadi bolalar. Hammaga qo'yib kanalga obuna bo'linglar.